С dnем rождения! Oydinoy degan bitta qiz tug'ilibdi. Qadim zamonda, vodiy tomonda, Roshidon tumanida bitta chiroyli, aqlli ayol bitta chiroyli qizni dunyoga keltiribdi. Ismini oydan-da go'zal, kundan-da go'zal bo'lsin-da, olamni yoritib tursin-da, Oydinoy deb qo'yibdi. Bugun meni singiljanim Oydinoyda tug'ilgan kuni. Singlim Oydinoy. Bilaman, boshingizdan ko'p tashvishlar o'tdi. Lekin bu tashvish emas. Bular tashvishcha. Hayot mana shunaqa, murakkab. Hayot unqir-chunqirlardan iborat, qiyinchiliklardan iborat. Biz qizlar, ayollar shu unqir-chunqirlarni sharaf bilan yengib o'tishimiz kerak. Kimgadir baxt birpasda beriladi, kimgadir asta-sekinlik bilan beriladi. Lekin Alloh taoloya hech bir ayolni bebaxt qilmaydi. Unda hammaga chiroyli baxt beradi. Singlim Oydinoy, sizga uzoq umr, tan sihatlik, eng asosiysi ayol baxtini tilayman. Siz judayam yaxshi qizsiz. Siz oliy baxtga munosibsiz, Oydinoy. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Albatta bugun borardim tug'ilgan kuningizga. Lekin afsus imkonim bo'lmadi. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, bir kun boraman. Chiroyli qilib tug'ilgan kuningizni yana qaytadan o'tkazamiz. Oydinoy, yo'qlarning gapiga parvo qilmang. Mana shunaqa rahbarlar o'zi shunaqa bo'ladi. Sen aybdorsan, sen nimasan deysiz. Siz unga parvo qilmang. Oydinoy singlim, mevali daraxtga tosh otiladi. Porlab turgan quyoshdek charaqlab turgan insonlarda odamlar ko'rolmasdan bunday yiqiladi. Siz mana shunday porlab turgan quyoshsiz.